Assalomu alaykum hammaga. Ovoz yaxshi boryaptimi? Ovoz tekshirsak birinchi. Internetda noto'g'ri talqinda videolar tarqaldi. Rahmat, demak ovoz yaxshi. Noto'g'ri talqinda videolar tarqaldi. Go'yoki biz tezlikni 70 km/soatga ko'tarish haqida targ'ib ishlarini olib borganmiz, ya'ni so'raganmiz. Biz 70 km/soat so'ramadik. Biz cheklangan tezlikdan chegirib tashlanadigan 5 km/soatni 10 km/soatga ko'tarib berishni so'raganmiz. Buni juda ham ko'p aktiv insonlar, blogerlar, yuristlar, advokatlar, shu sohani yaxshi tushunadigan insonlar buni ta'kidlab o'tgan. Ya'ni so'rashgan, iltimos qilishgan. Va men hali ham o'sha fikrimdaman. Siz ham shu fikrda bo'lsangiz, iltimos qo'llab-quvvatlang. Mana shu videoni qoldiraman men. Biz faqatgina cheklangan tezlikdan chegirib tashlanadigan o'sha -5 km/soatni -10 km ga ko'tarishni so'raganmiz xolos. Sababi +5 ni, ya'ni o'sha bu diapazon, ya'ni oraliq juda qisqa masofa bo'lgani uchun, qisqa kalta. Bu tezlikda odam hozirgi mashinalar zamonaviy, boshqa radarlar ko'p, kameralar ko'p, yo'llar javob bermaydi kerak bo'lsa, o'sha uchun 10 qilish kerak. 5 juda ham kam bu. Aziz do'stlar, sizlardan iltimos shu videoni repost qilinglar. Men prямой efir qilib qoldiryapman hozir. Kunuzda ham chiqdi. Bir o'zim aytaman, meni fikrim, chala ekspert deb hisoblayman insonlar. Sababi ular hammani terroristga chiqarib qo'ydi. Avtoterroristlar deb chiqardi. Avtomobil haydovchilar go'yoki hammasi terrorist, go'yoki hamma hozir ko'chaga chiqsa men odam bosib o'ldiraman, bugun men jinoyat qilaman deb chiqadi deb degan ma'noga kelib qolyapti. Bularning gapidan. Aslida unaqa emas. Biz cheklangan tezlikdan chegirib tashlanadigan 5 kilometrni 10 qilib berishni so'radik xolos, bo'ldi. Boshqa gap so'ramadik biz. Bu narsani, har bitta narsani tanganing ikkinchi tomoni bor degandek, har xil tarafdan qarashlar bor-da. Bitta narsani yomon deb qarasangiz, yomon siz haqiqatan yomonga chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. -10 km/soat, ya'ni o'sha 68-67 tushsangiz ham sizga jarima kelmasligi kerak. Juda ham ko'p noto'g'ri jarima kelib, 66 bilan tushgan insonlar juda ham ko'p oramizda. 67 km/soat bilan tushganlar juda ham ko'p. 1 km uchun, 2 km uchun 340 ming so'm yoki boshqa summalarni to'layotgan do'stlarimiz bor oramizda. Shuning uchun men iltimos qilaman, mana shu videoni qo'llab-quvvatlashinglarni iltimos qilaman va manzilga yetib borsin, maksimal tarqatib qo'yinglar. Maqsadimiz, yana bir marta aytaman, cheklangan tezlikdan chegirib tashlanadigan 5 km/soat tezlikni 10 km/soatga ko'tarish. Avtoterroristlar degan gaplar menga mutlaq yoqmadi. Bu insonni mutaxassis inson deb men tan olmayman. Sababi o'zi radar o'zi 1 yoki 2 km pagirishsiz bersa, shamol tezligi, boshqa umuman olganda mashinani, avtomashinani katta kichikligi, zavod tomonidan berilgan pagirishsiz 5 bo'lishi, 4 bo'lishi mumkin. O'shalar hammasi yig'indisini hisoblab ko'rilsa, men bir joyda formasini ko'rib qoldim, 11 km/soat chiqyapti. 11 km/soat tasavvur qilyapsizlarmi? Bizda 5 km/soat. Shuning uchun biz 20 demaymiz-ku. Masalan, mana Rossiyada 20 km/soat o'sha chegirma. Dubayda misol uchun 20 deb men eshitdim, bolalar borib kelishdi. Nima uchun bizda haligacha 5 km/soat cheklangan tezlikdan o'sha ayirib tashlangan chegirma nima uchun hali ham 5? Ana o'shani 10 ga ko'tarish kerak. 23-yil oktyabrda siz nima deysiz degan tok shouda Toshkent telekanalida men bu oktyabr oyida men buni fikrni bildirganman. Aprel oyidami, adashmasam 23-yil aprel oyidami 70 dan 60 ga tushirilgan paytida 5 km/soatni qo'yib qo'yishdi. Qatdan oldi 5 km/soatni? Kimlar hisoblashdi? Qanaqasiga ovoz qo'yildimi, boshqa qilindimi? Nima uchun aynan 5 km/soat, 7 emas, 10 emas, 15 emas? Haqiqatan ham. Nima uchun shunaqa? Mana shu narsani men targ'ib qilaman, talqin qilaman hammaga. Mana shu 10 km chegirmani hech bo'lmasa shuni bersin. Shundoq ham o'zi jarimalar, oshlar, ya'ni narx-navolarning oshishi, elektr energiyaning oshishi, gazlarning oshishi, yo'llarni haligacha bir yaxshi ta'mirlanmasligi, shundoq ham yetib turibdi to'g'risi. Hech bo'lmasa xalqqa shu tomonlama bir yengillik bo'lsin. Odamlar nohaq tushib qolyapti tezlikka. Radarlar noto'g'ri ishlayapti kerak bo'lsa. Uni ham bir qancha videolarni internetda ko'rdik. Keng jamoa fikrlari, ya'ni shu sotsiyetda mana shunaqa norozichiliklarga sabab bo'ldi. Biz o'zimiz ko'rdik. O'sha Bo'stonliqda ham bo'lib o'tgan jarayonlarni ko'rdik. Bundan tashqari mana Sergeli tarafda ham odam 60-59 o'tsa, unga 66 kelgan.
videolarni qo'yganmiz, ko'rgansizlar. Shuning uchun men aytmoqchimanki, mana shunaqa tushunmovchiliklarni oldini olardik. Nima uchun biz sarson bo'lib yurishimiz kerak? Nima uchun o'sha radar noto'g'ri ishlagan bo'lsa, nima uchun biz sarson bo'lib yurishimiz kerak? Mana savol sizlarga. Nima uchun? Nega? Nega mani vaqtim yo'qmi, oilam yo'qmi, sog'lig'im, energiyam, hamma narsamni hamma ishimni tashlab shuni ketida yurishim kerak. Shu xato bo'lgan narsani to'g'rilash uchun sudma-sud yurishim kerak. Meni uning uchun ortiqcha vaqtim yo'q aslida. Kelinglar, baraka topinglar, undan ko'ra to'g'rilab qo'yaylik. Cheklangan tezlikdan olib tashladigan 5 km soatni 10 km soatga ko'tarish kerak. Bu meni fikrim. Vaqtinglarni ajratib ko'rganlar uchun hammalarga rahmat aytaman va xudo xolisa o'ylaymanki, mana shu videoni maksimal repost qilasizlar. Men bu videoni bir sutka qoldiraman. Bir sutka ichida xudo xolisa menimcha hamma ko'rsa kerak. Iltimos izohda fikr qoldiring, befarq bo'lmang. Birlashaylik, jamlashaylik, bir-birimiz uchun ozgina mas'ul bo'laylik, harakat qilaylik. Hammaga omad, kuningiz yaxshi o'tsin. Tutgan ro'zalarni Allohning o'zi qabul qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.